Jinsiy zo'rlash holatlari qayd etilishi bo'yicha davlatlar reytingi. AQSh aholisi 313 million 900 ming kishi. Jinsiy zo'rlashlarning qayd etilishi bu davlatda dunyodagi eng yuqori ko'rsatkichni ko'rsatgan. JAR aholisi 52 million 980 ming. Bu davlat ham jinsiy zo'rlash holatlari qayd etilishi bo'yicha AQSh bilan deyarli bir xil ko'rsatkichda turadi. Hatto bu davlatni jinsiy zo'rlash poytaxti deb ham atashadi. 2012-yilning o'zida ushbu davlatda 65 mingdan ortiq jinsiy zo'rlash va shunga yaqin turdagi zo'rlash holatlari qayd etilgan. Janubiy Afrika yosh bolalarni zo'rlash ko'rsatkichlarida ham dunyoda birinchi o'rinda turadi. Bundan tashqari o'tkazilgan so'rovlarga ko'ra, ushbu mamlakatdagi ayollarning 71% jinsiy zo'rlashga uchragan. Britaniya aholisi 64 million 100 ming. Hukumat statistika ma'lumotlariga ko'ra, Angliya va Uelsning o'zida har yili 85 ming ayol jinsiy zo'rlanadi. Shu bilan birga butun mamlakat bo'ylab 400 mingdan ortiq ayol jinsiy zo'rlash hujumiga uchraydi. Shvetsiya aholisi 9 million 567 ming. Bu davlat ham jinsiy zo'rlash bo'yicha juda katta ko'rsatkichga ega. 2013-yil Shvetsiya politsiyasi mamlakat bo'ylab 1 yil davomida har 100 ming kishiga 63 ta jinsiy zo'rlash holatini qayd qildi. Hindiston aholisi 1 milliard 289 million 20 ming. Bu davlat mazkur jinoyat turi bo'yicha eng tez rivojlanayotgan davlatdir. Jinoyatlarni qayd qilish byurosi ma'lumotlariga ko'ra, 2012-yilda 24923 ta jinsiy zo'rlash holatini qayd qilgan. Lekin mutaxassislarning fikricha, aslida holat ushbu raqamdan bir necha barobar kattadir. Hisob-kitoblarga ko'ra, bu mamlakatda har 22 minutda bitta shaxs jinsiy zo'rlanayotgan bo'ladi. Isroil aholisi 8 million 134 ming 749. Yahudiy vujudini saqlab qolish uchun tuzilgan ushbu jinoyatchi qonxo'r davlatda ayollarni jinsiy zo'rlashdan tashqari erkaklarni va yosh bolalarni ham zo'rlash ko'p uchraydi. Ommaviy so'rovlar natijalariga ko'ra, Isroildagi ayollarning 35-40% zo'rlash jinoyatlaridan jabrlangan. Germaniya aholisi 80 million 219 ming 600. Ushbu davlatda 2014-yil fevral oyining o'zida 5 mingdan ortiq ayollar maktab qizlari jinsiy zo'rlangan. Fransiya aholisi 64 million 547 ming 469. Bu davlatda 1980-yilgacha jinsiy zo'rlash jinoyat deb ham hisoblanmagan. Hukumat statistik qo'mitalari tarqatgan xabarga ko'ra, o'tgan yilda 75 mingta jinsiy zo'rlash holati qayd qilingan. Lekin zo'rlanganlarning 10%gina politsiyaga arz qilishgan xolos. Shularning ichida har yili 5 mingdan 7 minggacha zo'rlash holati ko'pchiliklashib zo'rlashdi. Kanada aholisi 36 million 366 ming 11. So'rovlarga ko'ra har 3-ayol, ya'ni mamlakatdagi ayollarning 3dan biri jinsiy zo'rlash hujumiga uchragan. Lekin faqat ularning 6%gina kuch organlariga shikoyat qilgan xolos. Kanadaning Britaniya Kolumbiyasi shtati adliya boshqarmasi tarqatgan bayonotga ko'ra, har 17-ayol zo'rlanadi. Ushbu zo'rlanganlarning 62% jismoniy jihatdan mayib majruh qilingan. 6% tanib bo'lmas darajada urib pachoqlab tashlangan. Kanadada har 17 minutda bitta jinsiy zo'rlash sodir bo'ladi. Zo'rlanganlarning 80% o'z uyida zo'rlanadi. Zo'rlanganlarning 70% oilaga yaqin bo'lgan jinoyatchilar tomonidan amalga oshiriladi. Belgiya aholisi 10 million 839 ming 900. Rasmiy statistikaga ko'ra, 2009-yildan 2011-yilgacha muddatda jinsiy zo'rlash hujumlari soni 20% ga ko'paygan va bu ko'payish hozirgacha davom etyapti. 2013-yil 11-iyun holatida bir kunning o'zida 8 ta jinsiy zo'rlash jinoyati qayd etilgan. Rossiya aholisi 143 million 500 ming. Rossiya ham jinsiy zo'rlash holatlari bo'yicha yuqori reytinglarni egallaydi. Bilingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, har yili 50 mingdan ortiq jinsiy zo'rlash jinoyati qayd etiladi va yana ushbu raqamdagi jinoyatni jabrlanganlarning har 4 tadan bittasi balog'atga yetmagan yoshlar bo'ladi. Polsha aholisi 38 million 530 ming. Polsha politsiyasi statistikasi ma'lumotlariga ko'ra, 2013-yilga nisbatan hisoblanganda 2014-yilda jinsiy zo'rlashlar soni 5 barobarga ko'paygan. Va bu ro'yxatni dunyoning hamma yeridagi davlatlar nomini keltirib davom ettirish mumkin. Bu raqamlar faqatgina ochiqlangan holatlar va yana bir necha yil oldingi ko'rsatkichlar. Hayotni faqatgina moddiy manfaatlarni jalb qilishdan iborat deb tushunuvchi kapitalistik nizom bugungi kunga kelib insoniyatni mana shu tuban holatga olib keldi.
dunyo va undagi jonzotlar barchasi haqiqiy adolatni qoyim qiladigan ilohiy mabdaga asoslangan boshqaruv nizomiga muhtojligi borgan sari ko'rinib bormoqda. Ana shundagina insonlarni o'z yaratuvchisi belgilab bergan qonunlari bo'yicha huquqlari o'rniga qo'yiladi.